Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Bu videoyim cherepnoy davleniyasi bor insonlarga ozgina bo'lsa ham foydasi tegsa men xursand bo'lar edim. Balki ko'pchilik bu usulni bilar, lekin men bilmayman. Shu kunlarda havola yomonligi tufayli ko'p cherepnoy bor odamlar qiynalyapti. O'sha insonlar orasida men o'zim borman. Aytganimdek, men bugun eshitdim bu narsani, lekin cherepnoy bo'lganimga ancha yillar bo'lgan. Ko'p yillar davolanib, lecheniyalar olib, bu narsa bilan kurashib kelaman, to'g'risi. Bu usulni bugun doktorda menga tekshiruvlar jarayonida bitta doktor aytib qoldilar. Cherepnoy davleniyasi bor insonniki hammasini uyida shu o'zimizda biladigan oddiy glitserin bo'lishi kerak. Har kun ertalab bir qoshiq, shu havola yomon bo'ldimi, o'sha og'riqlar boshlandim, har kun ertalab bir qoshiq ichib yuborilsa, o'sha og'riqni slabiylashtiradi. Miyani sal o'ziga keltirib yaxshi qiladi dedilar. Bugun ketanal ukollar olyapman, doktorga kirib yotyapman-da. Yotish uchun ham tekshiruvlar bo'ladi. Boshqa o'sha tekshiruvlar jarayonida ham meni miyam otilib ketyapti, chidolmayapman-da. Sistemalar olyapman, ketanallar olyapman. Xullas nima qilsam qilib yarim soat og'riq bosiladi, yana kuchayib ketaveradi. Keyin mana shu narsa esimga tushib qoldi-da, boya shunaqa duvdilar deb shundoq xo'jayinimlar olib keldilar o'sha anaqani glitserinni. Men bir qoshiq oldim, to'la ichib, ko'p tilimni deydi, ushlab ko'pirtirib ichib yubordim o'sha narsani. Qancha ko'pirtirsanglar shuncha yaxshi ekan. Ko'pirtirib ichib yubordim. Bir pasdan keyin men boshimdagi og'riqni sal nima deydi, chunki tashqaridagi ovozlar ham yoqmay ketdi. O'zi biladi cherepnoy davleniyasi borlar bu narsani. Sal og'riqlar o'ziga kelib, bundoq miyam joyiga kelib yengillashdi, menga foyda qildi. Shuning uchun bo'lishkim keldi. Men endi bildim bu narsani. Menga o'xshab bilmaydiganlar bo'lsa deb bo'lishkim keldi. Balki ko'pchiliginglar bilarsizlar, balki bilmassizlar. Xullas ulashkim keldi.